Pasportdagi obloshkani qaranglar. Skruch maktabiga akadan pul beton shekilli aka. Assalomu alaykum. Ismingiz nima aka? Muhammad aka. Muhammadjon aka, qayerdansiz? Surxondaryo Termizdanman. Hozir qayerga ketyapsiz aka? Samaraga. Samaraga kirdi chiqdi masalasida ketyapsiz. Shunday. Nimaga siz qarang, savolda mashinada borib kelsangiz ham bo'lardi. Yo, bir kunga menga qulayroq tushadi, ham arzonroq aka. Ham arzon, ham mashinadan ko'ra qiynalmasdan bir kunda borib kelsangiz bo'ladi. Ishonchlimiki hozir registratsiyadan o'tdingiz? Shunday hozir. Do'stlar, mana xudo xolasa akamiz Muhammadjon o'zini pasporti, obloshkasiga e'tibor bermaysizlar, boy odamlarda shunaqa bo'ladi. Xullas, qarang, Alloh xayringizni bergir. Jigar, siz O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar, bir kunda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Mashinada 3 kunlab qiynalib, borib kelib yurmasdan, bor yo'g'i bir kunda samolyotda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Mana e'tibor bering, bu yerda ham hozir odamlarimiz turibdi. Agarda qiziq bo'lsa, +7 kodi bilan 921 762 2500 raqamlariga WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu videoda hali 3 kunlab kirdi chiqdi xizmatdan foydalanib yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'yasiz. Ahlan va sahlan, sog' bo'lasiz aka. Maslahat beraman jigar.